Amerikada sariq sabzi paydo bo'lgan. Buni ham asosiy sababchisi o'zbeklar. Amerika va Yevropa g'arbiy davlatlarda birinchi so'raydigan narsa ishlab chiqarish uchun sifat nazorati sertifikati. Misol uchun nimadir mahsulot yetishtiryapsiz, sizni yo'nalishingiz bo'lishi kerak. Siz qayerga sotaman buni? Chalkashlik masalalardan bittasi rastalarda tayyor turgan mahsulot narxidan hisob olishadi. Ishlab chiqarish qurilishdan oldin loyiha qilinadi. O'zbekistonda shu narsa nisbatan yaxshi rivojlanmagan deb bilaman. Bizni xatolarimizdan ham bittasi shu bo'lgan. O'zimiz bilganimizcha zavod qurganmiz. Uni xatosini hozirgacha to'lab kelyapmiz. Yetadi. Xitoyda narxi mana bunaqa ekan, Turkiya mana bunaqa taklif qilyapti. Aytaman, misol uchun agar xohlayotgan bo'lsang, o'zing ishla. Bizning narximiz nega qimmatligini o'zing bilasan. Tabiiy mahsulot deyshadi. Lekin Xitoydan O'zbekistonga kirib kelayotgan, men bilishimcha 99% qulupnay u shakarli sirop aralashtirilgan qulupnay. Yaratilayotgan imkoniyatlarni to'liq amalga oshirilish sohasida sal oqsashlar bor deb o'ylayman. Hamma zavod qurishi shart emas. U kerak emas. Sababi har bitta qurilgan zavod u qanaqadir mablag' turadi. O'sha mablag' o'sha zavodda qotadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan asoschi loyihasining 2-sonida uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Bugun ham bizda ajoyib katta tajribaga ega suhbatdosh bor. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi loyihamizning mehmoni bu Bonaf brendini asoschilaridan Nodir aka, xush kelibsiz. Avvalambor bir vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Bu loyihamiz bir qisqacha tanishtirib o'tsam, azizbek ruxsat bersangiz. Nodir aka, bu loyihamizning asosiy maqsadi xabaringiz bor. Muhtaram prezidentimizni joriy yil 14-fevraldagi qarorlar bor. O'zagrostar holding tashkil qilish bo'yicha. Ushbu qaror bo'yicha holding tashkil topdi. Holdingning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi sohasidagi faoliyat ko'rsatayotgan o'sha dehqon, fermer xo'jaliklari, aholi tomorqalari, tadbirkorlar, eksportyorlarga yangicha bir tizim orqali yordam berish, ularning dunyoqarashini o'zgartirish va bu bo'yicha hududlarda 16 ta ixtisoslashgan kompaniyalar tashkil qilindi. O'sha ixtisoslashgan kompaniya orqali hududlarda mazkur yo'nalishlarda yordam berib kelinmoqda. Yana bir yangi bu loyihamiz orqali biz aholiga bir tajriba ulashish, mana sizga o'xshagan bir asoschilardan ma'lum bir bosqichlarni bosib o'tgan, ma'lum bir darajaga erishgan tadbirkorlar bilan suhbatlashib, ularning tajribasini o'rtoqlashish, ya'ni aholimizda shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan insonlar uchun bir qaysidir muammolarni yechimini topish va qolaversa o'zimizning holding uchun bir vazifa siz tomonidan hozirgi tizim uchun yana qanday imkoniyatlar yaratilishi kerak yoki qaysidir imtiyozlar berilishi kerak degan savollarga o'zimiz ham javob olib, bu borada ishlab chora ko'rish va bu borada amaliy ishlarni olib borish. Avvalambor aytib o'tsangiz, bu o'zi qayerdan chiqqan, sizni bir sohangiz bir yangicha, bir yangi tizim desa ham bo'ladi. Shuning uchun biz sizni faoliyatingiz qayerdan boshlanib kelgan, nima turtki bo'lgan, shuni boshlanishni aytib o'tib ketsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizani taklif qilganingizga kattakon rahmat. Qanchadir qilgan mehnatimiz kattami kichikmi, shuni e'tiborga olib taklif qilibsizlar. Rahmat kattakon. Birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, bizani korxona hali nima deydi, kimgadir o'rnak bo'ladigan, sohada qanaqadir katta o'zgarishga sabab bo'lgan korxonalardan deb hisoblamaymiz. Sababi endigina oyoqqa turib sekin-sekin o'z faoliyatini yo'lga qo'yayotgan korxonalardan deb hisoblaymiz. Albatta bu sublimatsiya sohasi yangi soha. O'zbekistonda endi rivojlanib bormoqda. Ammo buni ildiziga qaraladigan bo'lsa, asli sublimatsiya bu, ya'ni ingliz tilida freeze dried deydi. O'zbekchaga to'g'ri tarjima qilsak, muzlatib quritilgan hisoblaniladi. Ya'ni bu jarayonda mahsulotlar avval muzlatilib turib, so'ngra quritiladi. Bizni korxonamiz 2018-yil oxirlarida tashkil topgan. Shundan keyin asta-sekin ishlab chiqarish zavodi qurilishi jarayoni, undan keyin uskunalarni olib kelib o'rnatish, shu barchasi umumiy hisobda 3-4 yil muddatni olgan. Buni asosiy bunaqa katta muddatni asosiy sababi bu butun jahonda yuz bergan pandemiya, COVID-19 sabab. Asosiy uskunalar hammasi butun chet davlatlardan olib kelingan. U payt chegaralar yopilib, hattoki insonlarning ham kelishi taqiqlangan payt bo'lgan.
lekin har ishda hikmat bor degandek buni ham juda katta yutuqlar biz uchun bo'lgan. Sababi biz jarayonni tezlashtirish uchun, bir joyda qotib qolmaslik uchun bu texnologiyalarni kelgandan keyin texnologlar kelmasa ham qo'ldan kelgancha ichki texnologlar, ichki mutaxassislar bilan o'zaro gaplashib birga o'rnatganmiz. Yana bir ma'lumot, korxonamiz oilaviy korxona hisobida yuritiladi. Birinchi asoschilaridan deb bizga qadrli bo'lgan inson yaqinda qazo qildilar amakimiz. Ularni targ'ibotlari bilan bu biznes sifatida taklif qilingan. Bizda oilaviy, asosan oilaviy korxonalar bilan ishlaymiz. Ya'ni hamma ishlab chiqarishlarimiz yoki korxonalarimiz oilaviy korxonalar hisoblanadi. Oilamiz xudoga shukr katta. Kelajak avlodga ish o'rnini yaratish, yana qiziqroq biznes modellarini taklif qilish sifatida bir muddat biznesni tarmoqlashtirish sifatida shuni yo'lga qo'yishgan. Aslida boshqa sohada iqtisodchi sifatida hisoblanaman, lekin shu 2018-yil ochilib ishga boshlangandan keyin o'z sohamdan bu yerga o'tganmiz. Bu yerda hozir har bir aytadigan so'zlarim agar men yoki korxona sifatida aytiladigan bo'lsa, bu faqat meni xizmatim emas. Bu yerda bitta katta jamoa turibdi. Chunki bunaqa ishlar hech qachon bir odam bilan bo'lmaydi. Uning uchun juda katta mehnat, jamoaviy tushunish, hamma narsa muhim hisoblanadi. Shu amakimizni rahmatli Fozil Nazar Ibragimov 2000-yil boshlarida O'zbekistonda birinchilardan bo'lib shok uslubida muzlatish ishlab chiqarishini tashkil qilishgan. Keyinchalik rivojlanishi bir yo'nalishi sifatida sublimatsiyani ham o'zligida saqlashgan bo'lgan, lekin taqdir taqozosi turli sabablarga ko'ra shu 2018-yilga kelibgina bu narsa ko'tarildi va unda asosiy tanlanishini sababi bo'lishi bu xomashyo hammasi O'zbekistonda yetishtirilgan, chetdan kelgan xomashyoga bog'liqligi yo'q va shu paytda hozir ham asosiy bozor bu chet el, ya'ni asosan eksport yo'nalishi bo'lgani uchun qiziqish katta bo'lib boshlangan. Bu narsa eng katta yutuqlarimizdan deb bilamiz. Sababi birinchi olib kelgan uskunamiz katta hajmli emas, kichkina sinov uchun 10 kilogramm miqyosidagi sublimatsiya apparati olib kelingan va ushbu uskunada nimaiki imkoni bo'lsa, hamma narsa sinalib, keyinchalik katta ishlab chiqarishga tatbiq qilingan. Hozirgi kunda ishlab chiqarishimiz xudoga shukr o'z yo'nalishida davom etmoqda. Yildan yilga ishlab chiqarish o'sib bormoqda. Talablar ham ortib bormoqda. Keyin ishlash geografiyamiz, ya'ni hamkor davlatlar soni ham ortib bormoqda. Asta sekinlik bilan rivojlanib bormoqda, xudoga shukr. Lekin nima deydi, bu biz uchun oziq-ovqat sohasidagi birinchi tajriba bo'lgan. Birinchi tajribada albatta xatoliklar juda ko'p bo'ladi. Shu kungacha qanchadir mehnat qildik, lekin oldinda hali yana juda katta mehnat turibdi. Korxonamizni jahon darajasiga yetkazib, o'z sohasidagi yetuk korxonalardan bo'lish darajasiga yetguncha yana hali ancha mehnat oldinda. Meva sabzavotlarni quritishda usullari ko'pda. To o'sha uyda oddiy aholi o'zi quritishdan boshlab, mana zamonaviy texnologiya sublimatsiya. Bu farqi nimada? Bugun jahon bozorida aynan shu sublimatsiya usulida quritilgan mahsulotlarga talab kattami yoki qanday? Endi aytganimdek, bu bizda birinchi oziq-ovqat sohasidagi yo'nalish. To'g'ri, bu oddiy quyoshda quritasizmi yoki boshqa yo'nalishi bo'ladimi? Air drying deydi yoki vacuum dry, juda ko'p turlari mavjud. Biz asosiy yo'nalishimiz shu muzlatib quritish, sublimatsiya bo'lgani uchun bizda ko'proq tajriba, ma'lumot shu sohada, boshqa sohalarda ishlab ko'rmaganmiz, shuning uchun u haqida gapirish noto'g'ri deb bilaman, lekin har bir mahsulotda o'zini o'rni bor. Misol uchun biz butun oddiy o'zimizni o'sha jaydari, turshak, magiz ularni surib qo'yib, faqat sublimatsiyani ilgari surib insonlarni ta'minlab bera olmaymiz.
Ularni ham o'zini yo'nalishi bor, sublimatsiyani ham o'zini yo'nalishi bor. Sublimatsiya mahsulotlari bu eng asosiy yutuqlardan biri ishlab chiqarish jarayonida hech narsa qo'shilmasligi, hech qanday qo'shimchalarsiz. Keyin bu jarayon juda texnologik jarayon, og'ir jarayon, sababi mahsulot yuvilib, chayilib, tozalangandan so'ng birinchi navbatda muz holatiga kiradi. -40 darajagacha harorat yetkazilib, keyin vakuum holatida quritish jarayoniga kiradi. Bular juda ta'sirchan jarayonlar. Qandaydir bir xarakteristikani yoki qaysi ta'sirni biron bir kichkina o'zgarishi ham mahsulotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va u narsa o'sha oxirida iste'molga yaroqsiz mahsulot sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun chuqur texnik jarayon, lekin mahsulotlar tabiiy, hech qanday qo'shimchalarsiz. Yana jahon bozorida eng asosiy yutuqlardan biri bu saqlash muddatini uzoqligi va saqlash sharoitlarini osonligi. Ma'lum darajada yoki muzlatgich yoki sovutgich bunday narsalar talab yo'q. Sublimatsiya mahsulotlari saqlashda agar to'g'ri qadoqlash amalga oshirilsa, to'g'ri saqlansa, aslida bu mahsulotlarni yaroqlilik muddati cheksiz. Demak, oddiy ho'l mevalarga nisbatan ancha risk kam. Eksport jihatdan olib qaraydigan bo'lsak. Aslida uzoq vaqt saqlash biznesda bu salbiy narsa, chunki sizni mablag'ingiz bir joyda saqlanib turadi. Biznesda asosiy maqsad o'rtadagi mablag'ni qancha tez aylanishi. Shu sababli to'g'ri o'sha muddati uzoqligi iste'molchilar uchun yengillik yaratadi, sababi so'nggi iste'molchi ham yoki magazinda sotilinadimi yo xomashyo sifatida qaysidir ishlab chiqarishda ishlatilinadimi, ular uchun yaroqlilik muddati uzun bo'lishi nisbatan xavfsizroq hisoblanadi. Siz uchunchi, sotuvchi uchun? Biz uchun mahsulotni tabiiyligi avvallari boshida boshlaganimizda to'g'ri bizda uzoq vaqt saqlanib turishi bu qulaylik yaratiladi. Hozirgi kunda, hozirgi damda mahsulotlarni iloji boricha ishlab chiqarilishi bilan jo'natilinadi. Ya'ni xomashyo sifatida saqlaniladi yil davomida. Har oylik buyurtmalarga, yillik shartnomalarga asosan oyma-oy kerakli mahsulot ishlab chiqarilib, xaridorlarga yetkazib beriladi. Men hozir aytib o'tdingiz-da, Nodir aka. Qayta ishlash jarayonida hech qanday qo'shimchalar qo'shilmaydi, tabiiy jarayon bo'ladi dedingiz-da. Lekin undan oldingi bosqichlar bor-da. Xaridor, sotib oluvchi, hamma bosqichlarga qiziqishi mumkin. Uni o'simlik mahsulotni yetishtirish jarayoni. Siz o'sha qayta ishlaydigan mahsulotlarni kimdan sotib olasiz? Dehqonlar bilan, o'sha tomorqa yer egalari bilan qandaydir tizim yo'lga qo'yilganmi yoki faqat o'zingiz yetishtirgan mahsulotlarni qayta ishlaysizmi? Yo'q, biz hali mahsulot yetishtirmaymiz, lekin kelajakda bu narsa rejalashtirilgan. Asta-sekinlik bilan ma'lum mahsulotlarni o'zimiz yetishtirib, so'ngra qayta ishlab tayyor mahsulotlar sifatida yetkazib berish niyatimiz bor. Lekin hozirgi kunda bizni asosiy yetkazib beruvchilarimiz mahsulot turiga yoki eksport qilinayotgan bozorimizga qarab tanlaniladi. Dehqon xo'jaliklari, hattoki tomorqa yer egalari, katta bog'lar ba'zi paytlarda import mahsulotlarni ham keltirib, bu yerda qayta ishlab, yana eksportga jo'natiladi. Demak, ba'zida mahsulot topa olmaydigan darajada ham bo'ladimi? Yetkazib berishda muammolar bo'ladimi? Albatta. Aynan qaysi mahsulotlarda aytib o'tasiz? Masalan, qaysidir ekiladigan mahsulot paytida biz topa olmaymiz yoki o'sha ob'yomi kam yoki biz xohlagan sifatda deymizmi, kalibrdami qilib bera olmaydigan mahsulot turlari bormi sizda hozir? Umumiy aytganda O'zbekiston yurtimiz jannat makon yurt, tuprog'imiz unumdor, mahsulotlarimiz soni, sifati turlicha, juda ko'p xildagi mahsulotlarimiz bor. Lekin bizni mintaqaga mos bo'lmagan mahsulotlar ham ko'p va jahon bozorida u mahsulotlarning o'rni katta. Misol uchun tropik mahsulotlar, undan tashqari rezavor mahsulotlar deymiz. O'zbekistonda rezavor mahsulotlar yetishtiriladi, lekin oldindan tarix qaralsa, bu qulupnay, malina, maymunjon yoki boshqa shu rezavor mahsulotlar O'zbekiston mintaqasi uchun mos emas. Bu asosan tog'oldi hududlarda yetishtiriladi, unga salqin sharoit kerak. Shunday mahsulotlar o'zi doim men qiziqib kelaman. O'zbekiston qulupnay misolida qaraladigan bo'lsak, qish mavsumida dunyo bozorida eng qimmat qulupnay
O'zbekistonda menimcha $15 kilogrammiga kam topilmasa kerak. Bu juda qiziq holat. Yerga ekiladigan qulupnay mavsumi asosan may oyida bo'ladi. O'shanda imkon boricha biz narx va albatta biz butun eksportga sotganimizdan keyin dunyo bozori bilan biz raqobatbardosh bo'lishimiz lozim. Shu sababli o'sha dunyo bozoridagi narxlarni hisobga olib, o'sha narxga to'g'ri keladigan darajada o'z ichki mahsulotlarimizni xarid qilamiz xomashyo sifatida. Yetmagan qismini shu qulupnay yoki malinamikin yoki boshqa tropik mahsulotlarmikin keltiriladi va qayta ishlab eksportga jo'natiladi. Shu o'rinda Nodir aka aytdiki, xabarsiz bor xoldingni filiallaridan biri Toshkent Agrostar rezervuar mevalar bo'yicha ishlaydi. Ularda hozir bir yangi navlar, o'sha malina, qulupnay, ya'ni ejevika deymiz, golubika bo'yicha yangi navlarni olib keltirish, ularni o'sha yil 12 oy yetishtirish yo'nalishlar ko'rib chiqilyapti. Menimcha kelajakda siz bilan hamkorlikda ishlashadi. Bu importga menimcha hojat qolmaydi. Haqiqatda yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasi juda ko'p imkoniyatlar, salohiyat juda katta. Bularni hududlarda yurganda, o'sha bir dehqonlar bilan gaplashilganda, o'zi yerlarni ko'rganda juda ko'p amin bo'lamiz. Lekin baribir uni eksport tomonidan qaraydigan bo'lsak, ya'ni svejiy holat ho'l mevalarni qilgandan ko'ra eksportni baribir qayta ishlab eksport qilgan bu albatta yuqori daromad, yuqori qiymatga ega bo'ladi. Bu albatta prezidentimiz tomonidan ko'p ta'kidlab kelinmoqda. Bu hukumat tomonidan ham, ya'ni mahsulotlarni qayta ishlangan holatda eksport qilib yuqori daromad olish. Shu o'rinda shu nuqtai nazardan sizni bir qayta ishlashchi bir yo'nalishiga ega inson sifatida qaysi xatolarni aytib o'tasiz yoki qaysi yo'nalishlarda shunga e'tibor berish kerak? Chunki ko'pchilik qiziqadi hozir qayta ishlashga. Buni sizni mahsulotlaringizni ham ko'rganmiz. Buni videosini ham qo'yamiz. Siz ishlash, zavodda ishlashini yoki mahsulotlaringizni to'g'risi upakovkasi, brendi albatta odam o'ziga qaratadigan brend. Lekin uni orqasida qancha mehnat turibdi, qancha jarayon turibdi, uni hech kim bilmaydi-da. Hozir ko'rayotgan tomoshabinlar uchun, shu sohaga bir qayta ishlashga kirmoqchi bo'lgan insonlar uchun qaysi yo'nalishlarga e'tibor bo'lishini, masalan, mutaxassis olib kelish bo'ladimi yoki texnologiya o'sha uskunalarni olib kelishdami, nimalarga e'tibor berish kerakligini bir aytib o'tsangiz, menimcha bir foydaliroq bo'ladi degan umiddaman. Tushunarli. Endi hozir bu yerda boya aytganimdek bildiriladigan ma'lumotlar bizning o'z shaxsiy tajribamiz. Uni qaysidir sohaga tegishli yoki umumiylashtirish niyatidan yiroqmiz. Shaxsiy tajribaga ko'ra endi ko'p ishlab chiqarishlarga tashrif buyurganmiz, chet elda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin. Bizda hali oziq-ovqat sohasida mahsulot qayta ishlash va ishlab chiqarish oziq-ovqat mahsulotlari nisbatan ushbu sohani talablariga javob bermaydi. Mana men ham aytib o'tdim, hali biz qanchadir miqdorda mehnat qilganmiz-ku, lekin hali oldinda undan ko'p mehnat qilishimiz lozim. Sababi dunyo darajasida yetuk korxonalar safiga kirish uchun bizda birinchi tashkilot o'sha zavod qurganimizda umumiy ochiq katta bir ishlab chiqarish zavodini qurganmiz. Keyinchalik ishlash davomida shu ma'lum bo'ldiki, oziq-ovqat sohasida har bir bo'lim alohida ajratilgan bo'lishi lozim. Sababi oziq-ovqat xavfsizligi bu juda katta masala. Shu narsalar O'zbekistonda nisbatan ko'p inobatga olinmaydi. Albatta katta korxonalar bu narsani yaxshi yo'lga qo'ygan, lekin kichik ishlab chiqarish kuchlari yoki o'rta ko'pida bu narsa hali yaxshi rivojlanmagan. Misol uchun mahsulotni qabul qilgandan boshlab uni chiqarib sotib, oxirgi klient ham uni xarid qilib, o'sha tamomlab hech qanday e'tiroz bo'lmaguncha u mahsulotni javobgarligi ishlab chiqaruvda qovuradi. O'sha narsani tizimli tatbiq qilish kerak. Qabul qilish alohida hudud deymiz, qayta ishlash hududi alohida, saqlash hududi alohida, qadoqlash mahsulotlari alohida, xomashyo alohida yoki tayyor mahsulotlar hammasi o'zini yo'nalishlari bor. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Mana Yevropalarda yoki boshqa rivojlangan davlatlarda ko'rinsa, qaysidir ishlab chiqarish qurilishdan oldin loyiha qilinadi. O'zbekistonda shu narsa nisbatan yaxshi rivojlanmagan deb bilaman. Bizni xatolarimizdan ham bittasi shu bo'lgan. Biz o'zimiz bilganimizcha zavod qurganmiz. Uni xatosini hozirgacha to'lab kelyapmiz.
shu narsani e'tibor berilishi kerak. Undan tashqari mana mahsulot yetishtirishda aytib o'tdingiz, rezavor mevalar ekilyapti, ko'payyapti. Albatta bu quvonchli holat. Men o'zi aslida dehqonchilik, bog'dorchilik bu narsadan taalluqli inson emasman. Uni qanaqadir maxsus bilimim yo'q, lekin ishlab chiqarish jarayonida xarid qilganimizda yetishtiruvchilar shular bilan doim aloqada bo'lamiz. Ularni bergan ma'lumotidan hosil bo'lgan tushunchalarimiz shundan iboratki, misol uchun nimadir mahsulot yetishtiryapsiz, sizni yo'nalishingiz bo'lishi kerak. Siz qayerga sotaman buni? Oldindan maqsad qo'yish Bo'lishi kerak. Bu bitta yetishtiruvchida ham emas, ishlab chiqaruvchida ham. Sublimatsiya sohasida men juda ko'p ko'rdim. Biz o'zimizda ham shu narsa bo'lgan. Mahsulot yaratib qo'yib, keyin xaridor qidiramiz. To'g'ri. Aslida xaridor topib, keyin mahsulot yaratish kerak. Osonroq bo'ladi jarayon. Chunki уже siz mahsulot yaratib qo'yganingizdan keyin juda ko'p xarajat sarflangan bo'ladi. Xaridor bo'lsa, uni talabiga moslab, balki to'g'ri vaqt birdaniga bo'lmaydi. Qaysidir muddatda sekin-sekin o'shanga yetib olinadi. Shuning uchun avvalambor oldin xaridorni talabini o'rgangan holda shunga qilib bera olamizmi, yo'qmi, keyin asta-sekinlik bilan mahsulot yaratilinsa to'g'ri bo'ladi. Misol uchun bog'dorchilikda sarxil mahsulotlar, qo'l meva mahsulot bozori uchun talablar boshqa, qayta ishlash bozori uchun talablar boshqa. Misol uchun eksport bozoriga chiqadigan yoki o'zimizni sarxil qo'l meva bozori yeyiladigan mahsulot qo'l meva sifatida doimo nisbatan oldinroq tuziladi. To'liq pishmagan hisoblaniladi. Sababi uni yetkazib berish muddati bor, saqlash, qanchadir miqdor bozorda turishi bor, shu hamma narsa o'ylaniladi. Lekin misol uchun qayta ishlashda, ayniqsa bizda sublimatsiya sohasida hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan sababli mahsulot o'zini asl ta'mi, ko'rinishi, sifatlarini saqlab qoladi. U xom bo'lsa, u narsa keyin yakuniy mahsulotda sizni sifatli jahon bozorini egallaydigan mahsulot tayyorlaymiz. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Keyin mana men malinada bilaman, o'sha bir xil sortlar bor, faqat qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Mevasi qattiq, qayta ishlash jarayonida zararlanmaydi yoki suvi ezilib boshqa ta'sirlarga chidamli. Lekin ularni mazasi yoki maza deymizmi yoki ko'rinish deymizmi, qo'l meva bozoriga mo'ljallangan rangi to'q, katta bo'ladigan malinalardan farq qiladi. Lekin u qo'l meva bozoridagi malinalar qayta ishlashdagi yaroqsiz. Sababi u yuvish, chayish, boshqa jarayonlarda o'zi ko'pi sifatsiz mahsulotga chiqib qoladi. Shu narsalarni ham o'ylab qo'yish kerak. Bizda yildan yilga qayta ishlash sohasi rivojlanib boryapti. Har xil yangi yo'nalishlar ochilyapti. Sublimatsiya, misol uchun jem, sut mahsulotlari, boshqa. Hammasini o'zining talabi bor. O'ylaymanki, to'g'ri ko'p mahsulot qo'l meva sifatida ham yeyiladi, lekin undan ko'p mahsulot xomashyo sifatida qayta ishlaniladi. Shunga biz ekayotganda yoki yetishtirayotganda faqat bozorga sotaman. Yana bir katta chalkashli masalalardan bittasi, rastalarda tayyor turgan mahsulot narxidan hisob olishadi. Misol uchun, mana kecha ham ko'rdim, malina yetishtirishni boshlayapmiz, narxini hisoblashyapti. Korzinka tarmoqlarida 200 grammligi 30 ming so'm turadi. Sezon paytida kilosi o'tda 200 gramm hisoblashsa, kilosi 100 ming, 150 ming sotaman deb o'ylashadi. Lekin u men bilishim bo'yicha jami mahsulot bo'lsa 10% chiqadimi, yo'qmi? O'sha sotiladigan o'sha narxda. Misol uchun biz kichkina korxona yiliga 100 tonna mahsulot ishlatsak, malina mahsulotini 100 tonna ishlatsak, bizni xarid narximiz $2, $2,5 atrofida. Butun dunyo bozorida malina narxi endi hosildorligiga ham qaraydi har bir mavsumda, lekin shu narxlar doim turadi. O'rtacha. Shunga to'g'ri keladi. Yetishtiruvchilar shu narsani ko'proq o'rganishsa, to'g'ri bo'ladi. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz-da hozir. Talablar.
bugun Bonaf brendi qaysi davlatlarga eksport qilyapti va o'sha eksport qilinayotgan davlatlarda talab qanday mahsulotlarga? Hozirgi kunda endi uni ichida ishlashni davom ettirayotgan davlatlar bo'lishi mumkin yoki hozircha ishlamayotgan davlatlar ham bo'lishi mumkin, lekin 15 ga yaqin davlatga eksport qildik hozirgi kunda. Hozir asosiy ishlayotgan davlatlarimiz bu arab davlatlari, Baltika deymiz, Boltiq bo'yi, Latviya, Litva, Estoniya, Yevropaning ba'zi davlatlari, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar. Bundan tashqari ba'zida Yaponiya, shu singari davlatlarga ham jo'natamiz. Rossiya bilan kamroq ishlaymiz. Sababi Rossiya bozori bizning asosiy hamkorimiz, O'zbekiston uchun asosiy hamkor bo'lgani bilan u yerda talablari katta, lekin taklif qilayotgan narxi juda past. Shu sababli biz iloji boricha Rossiya bilan ishlamaslikka harakat qilamiz. Hozirgi kunda menimcha 3% ga yetmaydi Rossiya bilan sotuvlarimiz. Qolganlar Yevropa, Arab mamlakatlari. Umumiy 80% eksport bo'lsa, bir 3% Rossiyaga, qolgani ichki bozor. Aynan Nodir aka, qaysi mahsulotlar talablar katta? Men sizni ko'rganman, meva mahsulotlari, sabzavotlar ham ko'rganman, sabzini ko'rib hayron qolganman. To'g'risi, o'zi sabzini sublimatsiya qilish talabini o'rganganmisizlar yoki kimdir taklif qilganmi? O'sha aytib o'tganimdek, bu sohada asosiy bizni tatbiq etishga undagan inson amakimiz bo'lganlarida ular oziq-ovqat sohasidan chiqqan hisoblanadilar. Turli restoranlarda oziq-ovqat sohasida ishlab kelganlar. O'sha odamning takliflari bilan bu sariq sabzi masalasi butun dunyoda o'zbeklar uchun juda ta'sirli masala. Hozirgi kunda bilishim bo'yicha mana Amerikada, Yevropa bilan aloqalarimiz yaxshilangan sari u yerda o'zimizni yurtdoshlar ketib, ilm olib, o'rganib, keyin kasb qilib o'sha yerda yashashni boshlashdi. Baribir o'zbek oshi o'zini ta'mi bilan, boshqasi bilan nafaqat o'zbeklarni, balki butun dunyoni o'ziga jalb qilgan. Solishtirsak, mana Qozog'iston, Qirg'iziston, ularda ham sariq sabzi ishlatilmaydi. Xabarimiz bo'ldi, Amerikada sariq sabzi paydo bo'lgan. Uni ham asosiy sababchisi o'zbeklar. Kanadada joy olib ekishayotgan ekan, lekin baribir O'zbekistonning sabzisidan tayyorlangan oshni ta'mi boshqacha. Bu masala o'zi yangi ochilganimizda boshlaganmiz, tajriba qilib sekin-sekin mana bu yilning boshida bu narsani ancha yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda keng sotuvda yo'q, lekin asosan sekin-sekin rivojlantiryapmiz. Chet elda yashaydigan o'zbeklarimiz aloqaga chiqib taklif talab qilishadi pochtadan yoki boshqa yoki o'zligi kelganda bizdan xarid qilib o'zlari bilan olib ketishadi. Misol uchun bir korobkamiz taxminan 3 kilo chiqadi. 3 kilo. O'tda 30 kilo sabzi. Demak, ular 30 kilo osh qilishga yetadi. 1 yil davomida ishlatilinadi. 2 yil saqlash mumkin. Albatta ular uchun ham juda foydali. Uning uchun biz maxsus qo'llanmalar qilganmiz, osh tanlash bo'yicha Instagram va boshqa sahifalarda joylaganmiz. Agar shu qo'llanmalarga asoslanib tayyorlansa, misol uchun bilmagan odamning oldiga ikkala sarxil sabzi va bizning sabzimizdan tayyorlangan oshni qo'ysa, yegan odam farqiga bilmaydi. Eksport va logistika masalalarida sertifikatlash jarayonlari ham bor-da. Sertifikatlash, logistika jarayonlarida qanday talablar qo'yiladi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiluvchilar uchun? Ba'zi o'zida qanaqa sertifikatlar bor? Chunki mana aytib o'tdingiz, arab mamlakatlari, Yaponiya bilamiz. Juda standartlarga qattiq e'tibor beradi, talablar kuchli bir injiq davlatlardan biri deb ko'riladi. Jarayonlar qanaqa? O'zida borini bir aytib o'tsangiz. Bu sertifikatlash masalasi juda nozik masala. Sababi birinchi hamkor siz bilan hamkorlikka yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, asosan bu Amerika va Yevropa g'arbiy davlatlarda va shunga yaqin davlatlardan birinchi so'raydigan narsa ishlab chiqarish uchun sifat nazorati sertifikat. Bu yerda sertifikat har xil turlari bor, lekin asosiy oziq-ovqat uchun bu sifat nazorati. Bu degani siz mahsulotni qabul qilib, uni yetkazib berguningizgacha bo'lgan jarayonni baribir nazorat qiluvchi sertifikat. Bunga ISO, FSC 22000, BRC, AFC ko'plab nomlarda atalgan. Endi har bir davlat o'ziga moslashtirganlar ham bor. Umumiy FSC 22000 bu Yevropa uchun, BRC bu Britaniya uchun, AFC ulardan sal yuqoriroq turadi. Shularni umumlashtirilgan.
har bir davlat o'zidan kelib chiqib birontasini so'raydi. ISO ulardan sal pastroq. Birinchi olgan sertifikatimiz ISO 22000 bo'lgan. Italiya davlatdagi sertifikatlovchi organ tomonidan joriy qilingan. U bilan ishlayotganda u orqali Rossiyaga chiqa olar edik, lekin Yevropa bilan ishlashni boshlaganimizda ular nisbatan past sanab qabul qilishmadi. Undan keyin FSC 22000 shu sifat nazorati tatbiq qilindi. U orqali hozirgi kunda o'sha butun Yevropa davlatlariga bemalol eksport qila olamiz. Yana bu sifat nazorati bo'lsa, undan tashqari boshqa turdagi juda ko'p sertifikatlar bor. Bu organik gap deydi. Bular asosan xom meva yoki yetishtiruvchilar uchun, qayta ishlovchilar uchun emas. Organik qayta ishlovchilar uchun bo'lishi mumkin, qachonki sizda organik xom ashyo bo'lsa, zavod uchun organik sertifikat zarur bo'ladi. Va misol uchun diniy qarashdagi sertifikatlar halol yoki kosher. Bizda ikkisi ham bor. Bu endi sizni qaysi davlatga kirishingiz uchun hisoblanadi. Endi bizning sohada endi meva sabzavot bo'lgani uchun juda sezilarli ta'sir emas, lekin baribir rastalarda boshqa sotish uchun har bir do'kon quruq meva bo'lsin, boshqa bo'lsin, baribir bu sertifikatlar bo'lgani brendni yana bir bor yuqoriroq ko'tarish uchun qo'llaniladi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari milliy brend sifatida jahon bozorida qay darajada o'z o'rnini topyapti bugun? Biz 2018-yilda boshlagan bo'lsak, 2022-yil birinchi ishlab chiqarish jarayonlari boshlangan. 22-yil birinchi chet el ko'rgazmalarda ishtirok etish boshlaganimizda bu yangi soha bo'lgan. Davlatimiz ham Yevropa, Amerika uchun yangi hisoblaniladi. Oxirgi yillarda O'zbekiston haqida ma'lumotlar ko'payyapti, lekin shu bir qancha yillar oldin ham O'zbekistondanman desangiz, ko'pchilikda savol tug'ilardi, u davlat qayerda? Biz shu jihatdan juda qiyin holatga tushganmiz. Yangi sohadan chiqqan mahsulotni yangi davlatdan jahon bozoriga kirg'izish bu juda mas'uliyat, qiyinchilik. Sababi birinchidan sizni davlatingizni hech kim bilmaydi, ikkinchidan mahsulotingiz haqida ham hech kimda ma'lumot ega emas. Amerikada nisbatan keng qo'llaniladi sublimatsiya mahsulotlari. Yevropa, arab davlatlari, boshqalar endi rivojlanib boryapti. Biz 2022-yilda mana shuncha oziq-ovqat sohasi rivojlangan Turkiya davlati bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Fransiyada ko'rgazmalarda qatnashganimizda bu nima mahsulot deyilardi. Biz tushuntiramiz jarayonini, mahsulot haqida ma'lumot beramiz. Ular tushunchasida birinchi keladigan narsa quruq mevami? Turshak magiz. Turshak magiz shunaqa quritilgan oddiy meva sifatida tushuncha kelgan ularga. Qachonki ular o'zi tatib ko'rsa, o'zi u narsa haqida ma'lumot olib, bu haqida o'zi boshqa mahsulotligi ayon bo'lgan, ularga yetgan. Shu jihatdan juda qiyinchilik bo'lgan, lekin hozirgi kunda o'zi ancha rivojlandi. Ozmi ko'pmi arab bozorida sublimatsiya sohasida ishlaydigan korxonalar bo'lsa, Yevropa, Boltiqbo'yi davlatlarida, Rossiyaning ba'zi hududlarida o'zimizning qo'shni davlatlar biz haqimizda bilishadi. Bemalol raqobatlashadigan darajada hozir bor ular bilan. Bu yerda biroz nozik masala. Sublimatsiya juda texnologik jarayon. Bu yerda juda ko'p usullardan foydalanish mumkin. Butun dunyo tajribasi mahsulotda iloji boricha tannarxini pasaytirish. Bu narsa Xitoyda boshlangan. Hozir butun Yevropa bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Eron, Hindiston, Misr davlatlari, Rossiya hammasi qo'llaydi. Quritish jarayonida haroratni balandroq berib, tezlashtirib, nisbatan sun'iy qo'shimchalar ham qo'shishadi, men bilishimcha. Xitoyda ko'p tarqalgan bu narsa. O'sha jarayonni qisqartirganning hisobiga uni tannarxi nisbatan kamroq bo'ladi. Lekin u sifatini yo'qotadi. Sababi mana o'zimiz bilamiz, agar oddiy harorat 50-60 gradusdan o'zi bizda unaqa bo'lmaydi, lekin ba'zi joylarda bo'lishi mumkin. Ko'tarilsa, ko'plab tirik jonzotlar o'lishni boshlaydi. Misol uchun mahsulotlar ham uning ichida vitamin deymiz, boshqa mineral deymiz, eliksir deymiz, ta'm beruvchi, hid beruvchi. U narsalar
60 gradusdan yuqori darajada ishlansa o'zi xususiyati ketadi. So'nggi xaridor uchun, bilmagan odam uchun, misol uchun 90 gradus sublimatsiya qilib quritilgan mahsulot, keyin 60 gradusgacha sublimatsiya qilingan mahsulot. Ikkalovini ko'rsangiz, nisbatan yangi xaridor yoki unaqa chuqur bilimga ega emas odam uchun ikkalovi bir xil mahsulot. Nomi ham bir xil, tashqi ko'rinishi o'xshaydi. Qachonki tatib ko'rilsa yoki ko'proq foydalanilsa, baho bera oladi. o'zi bilinadi. Misol uchun biz uchun bu oddiy holat, ko'rinishidan ajrata olamiz. Bu to'g'ri quritilibdi, mana tezroq quritilgan yuqori gradusda. O'sha narsadan foydalananda biza shu asl sublimatsiya jarayonlarini saqlab qolganmiz. Doim kim bilan gaplashsak shu narsani e'tibor etamiz. Hozirgi mana bizani distributor deyiladi. Mahsulotlarimizni chet elga tarqatuvchi korxonalar ham doim endi ularga asosiy maqsad narxini arzonroq olsa, ko'proq foyda ko'rish. Har doim aytadi, Xitoyda narxi mana bunaqa ekan, Turkiya mana bunaqa taklif qilyapti. Aytaman, misol uchun agar xohlayotgan bo'lsang, o'zing ishla. Bizning narximiz nega qimmatligini o'zing bilasan. Hech qanaqa bo'lganmi sizda bir qanaqadir shularni ko'rib, narx pasaytirish uchun siz ham bir sun'iy qo'shimchalar qo'shish qanaqadir fikrlar uyg'onmaganmi? Chunki Xitoy ko'ramiz juda jadallik bilan rivojlanib, O'zbekiston bozoriga kirib kelishyapti. Sizda ham qachondir bo'ladimi shunaqa yoki bo'lganmi? Xudoga shukr, mana ancha yo'lga tushib oldik. Bizani nima deydi, hamkorlar ham bilishadi. Narx shakllanishini bilishadi. Biza Turkiyadan bo'lsin, boshqa Xitoy davlatidan bo'lsin, undan narximiz nisbatan ancha qimmat. Shu bo'lsa ham doim biza bilan ishlashadi. Xudoga shukr, hali to'xtatishmadi, davom etyapti. Yildan yilga o'sib boryapti. Sifatni tanlashyapti. Shu ishlatib ko'rgandan keyin, o'sha mahsulot farqiga borgandan keyin odamlar ham tushunadi. O'zi misol uchun to'g'ri endi bir xil narsalarda o'ynamasligi mumkin, lekin umumiy jihatdan arzon narsa baribir nimadir ta'siri bor arzon bo'lishiga. Keyin yaxshi eslatdingiz, o'zimiz bozorga kirib kelyapti dedingiz. O'tgan yili qishda bu narsa juda ommalashdi. Shu Xitoydan kelgan qulupnay. Bu o'ylayman keyinchalik yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, yaxshi, chunki ancha harakat qilinyapti. Bozorga kirsangiz turibdi. Odamlar sublimatsiya mahsuloti shu ekan deb iste'mol qilishyapti. Bilmagan odam uchun sublimatsiya, sotuvchilarda ham uncha ma'lumot yo'q, chunki olib kelgan odam bir tarqatib sotadi, u ma'lumot o'zi ishlab chiqarmagandan keyin bilmaydi. Misol uchun hech narsa qo'shilmagan, tabiiy mahsulot deyshadi. Lekin Xitoydan O'zbekistonga kirib kelayotgan, men bilishimcha 99% qulupnay u shakarli sirop aralashtirilgan qulupnay. Sublimatsiya mahsulotining eng katta xususiyati u ochiq havoda o'ziga nam tortadi. Qachonki to'g'ri sublimatsiya qilingan bo'lsa, uni yashash hissiyoti hali o'lmagan bo'ladi mahsulotda. U nafas ola oladi, ya'ni havodan o'ziga namlikni tortib oladi. To'g'ri sublimatsiya qilingani. Qachonki katta gradusda bo'lsa, xuddi go'shtni katta oluvdagi yog'ga tashlaganingizda qovurib olib, ustini qoraytirib olganingizda sublimatsiya jarayonida ham qachonki katta gradus bo'lsa, uni tashqi kletkalari hammasi o'ladi, u nam tortmaydigan bo'ladi. Shuning uchun bozorda ham ochiq holda sotilyapti, lekin asl sublimatsiya mahsuloti ochiq holatda saqlanmaydi. U narsa germetichniy upakovka qilingan bo'lishi kerak, qadoqlangan bo'lishi kerak. U havoga bilsa bo'ladi-da, ochiq turibdimi? Shunaqa. Keyin qog'ozlarni, paketlarni ham ko'rsangiz juda yupqa, xuddi o'zimizdan u eski sotilinardi, 3 ta 4 ta qilib qurtlar. O'shanaqa idishlarda ham sotishyapti 4 ta 4 ta qilib. U narsa siropli narsa. Misol uchun sublimatsiya bitta dona qulupnayning grami 1 gram atrofida bo'lsa kerak sublimatsiya qilingani. Lekin unga siropli qorishma qo'shsa Xitoy, shakli shunda turaveradi. Misol uchun biz bitta korobkamizga 1 kilo qulupnay solsak, o'tda shakarli bo'lsa 2 kilo ketadi. 2 kilo. Obyomi o'sha, lekin kilosi 2 kilo. O'shaning uchun ham arzon bo'lgani uchun endi bozorimizga iloji boricha arzon mahsulot olib kelay deydi, olib kirishadi. Lekin u hech qachon chuqur tekshiruvdan o'tmaydi. Mana shu narsa juda o'ylantiradi.
biza chetga chiqarsak, chet el bozorlari bizadan hamma tekshiruvlarni o'tkazadi, lekin biz qachon chetdan olib kelsak, tekshirishga umuman men bilishim bo'yicha juda qattiq tekshiruvdan o'tmaydi. Endi bu tekshiruvchi organlarimiz uchun salbiy sifatida ko'rilmasin, lekin bilishim bo'yicha shunaqa. Misol uchun bizning qulupnigimiz teplitsada yetishtirilayotgan O'zbekistonda hozir juda trendga kirdi desak bo'ladi. Endi yana o'sha yetishtiruvchilarga salbiy fikr bo'lib qolmasin, juda ko'p petitsid, boshqa narsalar ishlatilinadi. Demak, fikringiz bo'yicha biz organik mahsulot yetishtirishga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Shunaqa, qancha tabiiy bo'lsa, buni hozir yildan yilga yangi kasalliklar, bizni eshitmagan, bilmagan kasalliklar chiqib kelyapti. Misol uchun bitta odam uchun har kunlik dori ichib yurish odatiy holga aylanyapti. Bu hammasini shu yeb ichayotgan mahsulotlarimizning ta'siri bor deb o'ylayman. Misol uchun har bir yeb ichayotgan mahsulotimizni ta'siri baribir bu bor narsa. O'sha teplitsalarimizda yetishtirilayotgan pomidor bo'lsin. Haligacha yozda yetishtirilgan pomidorni hamma kutadi. Chunki 12 oy pomidor bozorda sotilinsa ham, yozda yer chiqadigan pomidorni hamma kutadi. Misol uchun qulupnay sezonimizni hamma kutadi. Hozir qulupnay sezonida qulupnay arzon deb bo'lmaydi hali ham. Misol uchun qulupnay eng avjiga chiqib pishgan paytda ham bozorda qarasangiz arzon qulupnay yo'q. Bozorlarimiz arzon emas. Lekin hamma o'sha yerda yetishtirilganning asosiy maqsadi ular iloji boricha dehqonlar o'ziga kam xarajat qilib mahsulot yetishtirishga harakat qiladi. Keyin o'zini oqlash uchun. O'shaning uchun ular turli ximikat boshqa narsalardan foydalanmaydi. Asosan mineral o'g'itlar deymiz, fosfor, kaliy, shunaqa yoki selitra ma'lum miqdorda sepilinadi. Xudoga shukr, yaqinda juda quvontirdi. Birdaniga bir necha davlat, Polshada, Minskda, Belorussiya, Tayvanda bizlar mahsulotlar berdik. Hammasida tekshiruv o'tkazgan. Eng kamida 300-400 tadan petitsidga tekshirishgan. Hech qaysi mahsulotimizda xudoga shukr chiqmadi. Hamma tekshiruvlar yaxshi o'tdi. Mahsulot tanlashda ham shu narsaga e'tibor beriladi. Endi o'zingizlar shu mahsulot bilan bu faoliyat ko'rsatganinglar, o'sha vaqtida bir sertifikat qildirganinglar, bu natijasi deb o'ylayman. Mana yuqorida ham juda dolzarb masalalarni ko'tardingiz. Albatta biz holding ham aynan shu masalalarni bir yechimini topishga hozir hududlardagi 16 ta filial orqali shu bo'yicha ishlalyapti. Ya'ni o'sha tomorqa bo'ladimi, dehqon xo'jaligi bo'ladimi, ularga shu tuproq tahlilidan boshlab, ya'ni bozorga upakovka brend darajasiga yetgungacha bosqichlarda yordam berib kelyapti. Albatta bu holding o'zi nima desa bo'ladi, o'zi bajara olmasligi mumkin. Shuning uchun tizim tashkilotlari bor. Ular bilan hamkorlik yo'lga qo'yilyapti. Albatta bularni o'zi vaqti keladi. Bularni hammasini yo'lga qo'yib, biz ham o'zimizni talabimizni aytadigan payt kelyapti-da. Mana oldin bizda bunaqa bo'lmagan bo'lsa, lekin shunaqa payt kelyapti. O'zimiz mana eksport qila olyapmiz. Nafaqat o'sha ho'l mevalarni, balki qayta ishlangan o'zimizdan borligi uchun bemalol chetdan kirayotgan mahsulotlarga biz talabini aniq qo'ya olishimiz payti kelyapti. Albatta bu bo'yicha ish juda ham ko'p, qilinadigan ishlar, tizim tashkilotlari ham ko'p. Bularning o'rtasida bir zanjir sifatida bir holding o'zini bo'yniga olib, ular bilan ishlanyapti. Ya'ni men ilmiy tadqiqot instituti professorlari bilan xorijlardan mutaxassis olib kelinyapti. Albatta buni bosqichma-bosqich hammasini bir ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, Nodir aka, brend masalasini aytdingiz. Brendda o'zi g'oyasi qanaqa bo'lgan sizlarda? 2018 tashkil qilgan bo'lsa, o'shanda bonaf qo'yilganmi yoki bir o'zgarganmi? Chunki baribir ayniqsa chet bozoriga, xorijiy bozor kirish uchun baribir bu ham qadoqlash masalasi, brend masalasi ham bir asosiy jihatlardan biri. Shuni ham bir qisqacha aytib o'tsangiz, brend o'zi qanaqa g'oya bo'lgan, almashganmi yoki hozirgacha shu boshlanishda qilingan brendmi? Qisqacha. Tushunarli.
o'zi nima deydi endi musulmon insonlarimiz ko'p ishonamiz. Misol uchun bir qancha insonlar yaxshilik yo'lida hamkorlik qilib boshlatsa, hamma ishni o'zi Alloh osonlashtirib qo'yadi. Aytganimdek oilamiz katta, ish boshlayotganda muhokama qilingan bir qancha variantlar bo'lgan. O'sha boshida tashkil qilinib, shu brend qolgan. Shu qolgan. Shu buni ma'nosi bor. Bonaf bio, O organic, N natural, E agro, F food. Shu 5 ta so'zni bosh harflaridan olinib, Bonaf jarangdor. Endi biz baribir har xil tekshiruvlar o'tkazganmiz. Bu fransuzchaga yaqinroq so'z bir ikkita ma'nolari ham bor ekan, unga taalluqli joyi yo'q. Bizning asosiy g'oyamiz shu ingliz tilida olingan 5 ta so'zni bosh harflaridan tashkil topgan Bonaf brendi. Nodir aka, mana qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qiluvchilar uchun bugun O'zbekistonda sharoit yetarli deb hisoblaysizmi? Nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlari O'zbekistonda umumiy eksport sohasini rivojlantirishga juda katta tashviqot, amaliyot ishlari bajarilyapti. Nafaqat qishloq xo'jaligi misol uchun, endi tekstil ham qishloq xo'jaligiga taalluqli joyi bor, lekin alohida soha elektrotexnika, boshqa mashinasozlik, asta-sekin hammasi qo'llab-quvvatlanyapti. Bu jarayon bir necha yil oldin boshlangan bo'lsa, endi biz jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishni boshlayapmiz va uni kirgan sarimiz uni talablari boshqa o'shanga qarab moslanib ham borilyapti. Qishloq xo'jaligi sohasidagi korxona sifatida shuni aytib o'tishim mumkin. Mana bu yil to'xtadi u narsa, lekin undan oldin mavjud edi. 2 yilmi, 3 yil ishladi u narsa. Eksport qilinganda transport xarajatlarini ma'lum miqdorni kompensatsiya qilish. Undan tashqari hozirgacha mavjud o'sha xalqaro sertifikatlar joriy qilinsa korxonalarga yil oldinlari ma'lum miqdori bo'lardi. Hozir tadbirkorlik reytingiga qarab hatto hammasini qoplash mumkin, 100% gacha mumkin. Yana biz uchun yangilik bo'ldi. Bir ikkita narsalar endi oldindan bo'lganmi yo'qmi bilmayman. Misol uchun chet eldan texnolog deymiz, mutaxassislar olib kelish yoki o'zingizni xodimlaringizni mutaxassisligi o'qitish xarajatlari hozir yana mavjud ekan. Agar namuna jo'natsangiz, chet elga namuna sifatida mahsulot jo'natilganda, uni ham tashish xarajatlari ma'lum qismi. Endi biz boshqalardan foydalanmadik. Misol uchun chet elda savdo uylari yoki omborxonalar tashkil qilish, ularni ham juda ko'plab kompensatsiya subsidiyalari mavjud. Yana bilishim bo'yicha bog'dorchilik sohasida, dehqonchilik sohasida suv tejamkor yetishtirish bu endi bizga sohaga taalluqli emas, lekin shular bilan to'g'rima-to'g'ri ishlaganimizdan keyin ma'lumotlar yetib kelgan. Ularga ham turli xil subsidiyalar. Bundan tashqari juda quvontiradigan, mana bu yil shu holatga tushdik. O'zbekiston Made in Uzbekistan brendi asosida chet el bir qancha davlatlarda ko'rgazmalar tashkil qilindi. Ba'zilariga biz qatnashishga ulgurmadik. Ko'pligidan. Yaxshi tashkil qilib, ko'p tashkil, ba'zilariga ulgurmadik. Endi aytganimdek biz hali katta korporatsiya emasmiz, kichkina tashkilotmiz. Ilg'ori boricha xodimlarimiz unaqa katta shtatda ishlamaymiz. Shuning uchun ba'zilariga ulgurmadik. Tashkil qilinyapti juda. Har qanday katta oziq-ovqat yoki boshqa sohadagi bo'lsin ko'rgazmalarda O'zbekiston Made in Uzbekistan yagona stend ostida qatnashilyapti. Bu juda quvonarli. Stend qoplab beriladi davlat tomonidan. Sizlar to'lamaysiz. Oldinlari bo'lardi, u O'zbekiston nomidan tashkil qilinib, xohlovchilar uchun qatnashish o'sha stend ostida. Hozir bu yildan tatbiq qilindi. Agar biror bir korxona o'zi qaysidir vystavkada qatnashishi, ko'rgazmada qatnashish xohlasa, borib qatnashib keladi. O'sha tadbirkorlik reytingiga qarab qanaqadir miqdorda qoplash imkoniyati mavjud. Lekin aytganimdek, shunchalik ko'p ko'rgazmalarda Made in Uzbekistan nomida qatnashilayotgandan keyin bizda hali unga ortiqcha talab bo'lmadi. Alohida
ko'rgazmada qatnashish. Biz o'sha Medium Uzbekistan brendi ostida qatnashib kelyapmiz. Undan tashqari o'sha savdo yarmarkalarida bu yildan boshlandi. Dunyoning 10 ta yo 12 ta davlatida har oy deyarli bir marotaba maxsus joy olinib, o'sha qaysidir savdo nuqtamikin ko'zga odamgir, ya'ni odam ko'p to'planadigan joylarda O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Bir nechtasida qatnashdik ham. Bu juda ijobiy holat, sababi nafaqat siz borganingizda mahsulotni tanishtirasiz, davlatimizni ham tanishtirib kelasiz. Buni hozir internetlarda chiqyapti. Shuncha turist kelibdi O'zbekistonga, yildan yilga oshib boryapti. Bu juda katta tashviqot, reklama deb hisoblasak bo'ladi. Lekin bu yerda ham ba'zi bizni fikrimiz bo'yicha, endi umumiy bilmayman, yana bir bor aytaman, fikrimizni umumiylashtirishdan yiroqmiz, o'zimizni fikrimiz. Ba'zi nuqtalari to'g'irlansa, yana ham samaradorligini oshirish uchun aynan qaysi yo'nalishlardir aniqroq ayta olasiz? Shu ko'rgazmalarda qatnashilayotganda ko'proq qatnashuvchilar bilan fikr almashinib, joy tanlashda, ko'rgazmalar joyini tanlashda, ko'rgazma joyini tashkil qilinadigan joyini tanlashda yoki vaqtini tanlashda yoki nima deydi, stendlarni yaratishda, dizayn tanlashda, maketlar qanaqa bo'lishi, o'shalarda umumiy hamkorlik qilinib, keyin mamlakat tanlashda ham maslahatlashilinsa unumdorroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Sababi bizning mahsulotlarimiz endi boshqa sohada ham shunaqa bo'lishi mumkin. To'shak, magizki, qaysidir yangi davlatga borganingizda hech qachon ular katta buyurtma bermaydi. Birinchi boshlash uchun kichkina qanaqadir namuna sifatida jo'natish kerak, keyin kichkinaroq hajmda, keyin ishonch oqlangandan keyin, talab boshlangandan keyin o'sha konteyner fura jo'natsa bo'ladi. Lekin ungacha baribir har qanday sotib oluvchi ham o'zini riski, mablag'ini hisobga oladi. Bizda shu holat, misol uchun sublimatsiya mahsulotlarida vazn juda yengil, lekin hajmi katta. Biz 99% yukimiz samolyotda jo'natamiz. Hattoki o'sha Qozog'istonga bo'lsin, qo'shni davlat yoki Arabistonga bo'lsin, doimiy yo'nalish, Rossiyaga bo'lsin, asosan samolyotda jo'natamiz. Bu tannarxga ta'sir qilmaydimi? Nisbatan qimmatroq chiqadi. Eng yaxshi xususiyati, misol uchun mana siz yangi biznes boshlayapsiz, nimadir olib kelib O'zbekistonda sotmoqchisiz. Bir konteyner yuk olib kelib sotish uchun katta mablag' kerak. Birinchisiga tavakkal qilishga juda oson emas. Samolyotda jo'natish, xohlasangiz bir palet bo'lsin, 2 palet bo'lsin, 4 palet bo'lsin, tez aylanadi. Mablag'ingiz tez aylanadi, katta mablag' kerak bo'lmaydi. Bizning hamma hamkorligimiz shundan boshlangan. Qayerda bo'lsin, kichkina hajmdagi yukka birinchi berib yuboramiz, sotib ko'radi, ma'qul, yaxshi ketyapti. Shundan keyin misol uchun ikkita paletdan 4 ta, 4 tadan 8 ta, 10 ta. Konteynerda O'zbekiston shunaqa joylashganki, double land deymiz, suvga yetib borishimiz uchun ikkita davlat chegarasidan bosib o'tishimiz kerak. Bizda transport logistika yo'nalishi juda murakkab. Shu sababli samolyotda qayerga jo'natmaylik, uzog'i 1 kun yoki 2 kunda yetib boradi. Bu degani xaridor kecha to'lagan mahsulot uchun hafta oxirida yuk qabul qilishi mumkin. O'sha narsani tez aylantiradi. O'sha narsa ularga ko'proq qiziq. Qimmat bo'lsa ham kichkina hajmdagi mablag'i tez aylantiradi. Va tadbirkor uchun bu muhim, to'g'rimi? Mablag'ini tezroq aylanib turishi. Ayniqsa chet el davlatlarida qancha ko'p aylansa, shuncha samaradorlik oshadi. Shuning uchun samolyotda jo'natamiz, mana bo'ldi. Bir davlatda ko'rgazma tashkil qilindi. Lekin u yerda bizni samolyotda yetkazib berishga imkoni yo'q. Misol uchun Turk havo yo'llaridan gaplashyapmiz. U yerda namuna sifatida kichkina ob'em jo'natishga $5. 1 kilogramm uchun. Bu o'z-o'zidan juda qiyinlashtiradi, qimmatlashtiradi, xaridorni ham qochiradi. Shu sababli iloji boricha, misol uchun qaysi davlatga turshak bo'lsin, magiz bo'lsin, boshqa asosiy mahsulotlarimiz bo'lsin, mana yaqinda chiqdi, Singapurga birinchi qovun jo'natildi deyishdi. Lekin 2 palet ketdi. Bu ham samolyotda jo'natilindi.
o'sha yo'nalishimizga mos davlatlar tanlansa, keyinchalik oldi-sotdi ishlari osonroq bo'ladi. Misol uchun O'zbekiston havo yo'llari qishloq xo'jaligi mahsulotlariga 50% chegirma bilan yuk tashib beradi. U bizga shunaqa imkon beradi, konteynerda tashiganimiz bilan bir xil narx chiqadi. Lekin o'zbek havo yo'llari yo'nalishlari bo'lmagan davlatlarda boshqa yo'nalishlar tanlaniladi. U ham har doim bo'lmaydi. Asosan turk havo yo'llarida yo'nalish ko'p, lekin ularning narxi juda qimmat. Turk havo yo'llari bilan butun dunyoga yetkazsangiz bo'ladi, lekin narxi juda qimmat chiqib ketadi. O'shaning uchun men aytayotganim, o'sha yo'nalishga mos davlat tanlansa, keyinchalik ishlash oson bo'ladi. Sublimatsiya yangi texnologiyada hali juda ham rivojlanib ketdi deb ayta olmaymiz. Shunaqa. Buni O'zbekistonda rivojlanishi, sizga o'xshagan tadbirkorlarning ko'payishi qishloq xo'jaligi sohasi vakillari uchun qanday imkoniyatlar yaratadi deb o'ylaysiz? Umumiy olganda sublimatsiya sohasi unaqa hajmli soha emas. Nima desak bo'ladi? Misol uchun tursh yemagiz 1000 tonnalab chiqadi. Misol uchun Germaniyada hamkorlarimiz bor, ularning zavodiga ham tashkil qilganmiz. Endi Xitoyda unaqa korxonalar juda katta, Xitoy doimo o'zi katta ob'yomda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Xitoydan tashqariga chiqsak, sublimatsiya sohasida juda katta hajm yo'q. Misol uchun Germaniyadagi bo'lsin, Turkiyadagi bo'lsin yoki Yevropaning ba'zi davlatlaridagi bo'lsin, eng katta ishlab chiqaruvchi ham men bilishim bo'yicha ko'pchiligi bizani hajmimiz bilan baravar. Bir xil. Sublimatsiya bunaqa katta jarayon emas, tez jarayon emas. Unga vaqt kerak. Shuning uchun hozir sublimatsiyaning o'zi bilan qishloq xo'jaligimizga katta ta'sir ko'rsatamiz deb hozirgi kunda aytolmayman, lekin balkim vaqti kelar. Misol uchun hozir bizda ishlab chiqarishlar deyarli qo'llanilmaydi sublimatsiya mahsuloti. Chet ellarda juda ko'p qo'llaniladi. Balki bizning ishlab chiqaruvchilar ham shu darajaga yetib, bozorimiz yoki boshqa bozorlar talab qilib, shu xomashyo sifatida yoki sublimatsiya xalqimiz odatiy kunlik mahsulot sifatida iste'mol qilishni boshlasa, o'shanda katta hajmga kirib ishlasa bo'ladi degan fikrdaman, lekin hozirgi kunda unaqa katta hajm yo'q. Biz asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor imkoniyatlardan maksimum foydalanish. Yaqinda internetda ko'rdim, mana Artel asoschilari Jahongir Ortiqxo'jayev bir fikr aytdilar bir uchrashuvda. Hamma zavod qurishi shart emas. U kerak emas. Sababi har bitta qurilgan zavod u qanaqadir mablag' turadi. O'sha mablag' o'sha zavodda qotadi. U keyin maksimum foydalanish kerak. Men bilishim bo'yicha O'zbekistonda bir nechta zavod bor sublimatsiya sohasida, daji hatto 50% hajmda ham ishlamaydi. Biz asosiy e'tiborni shu mavjud imkoniyatlarimizdan maksimum foydalanishga qaratish. O'shalar nega unaqa maksimum ishlamayapti? Ularni maksimum ishlatishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Har bir zavodimiz o'zi to'liq kuch bilan ishlagandan keyin, misol uchun keyin kengaytirishni yo boshqani o'ylasak, o'sha to'g'ri bo'ladi degan umiddaman. Sababi misol uchun bizda yangi оборудование olib kelib qo'yaverilsa, u 50% ham ishlamasa, ekonomikamizda qanchadir mablag' o'sha zavodda qotib qoladi. Sublimatsiya sohasi arzon soha emas, katta investitsiya talab qiladi. Shu sababli iloji boricha o'sha mavjud bitta bu sohada emas, barcha sohada ham o'sha mavjud ishlab chiqarish kuchlarini maksimal foydalanib, keyin boshqa yo'nalishni kengaytirish o'ylansa to'g'ri bo'ladi deyman. Yaqinda bir yig'ilishda ham xabar bo'ldi. Shu so'ralindi, agar shu narsa imkon berilsa yaxshi bo'ladi. Misol uchun mana finansiverini moliyalashtirish, kredit, boshqa yo'nalishlarda asosan yangi uskunalarga beriladi. Shu so'rashda iloji bo'lsa, mana O'zbekistonda o'zi o'rnatib turilibdi, foydalanilmayapti. Deyarli yangi. Misol uchun bir yil ham ishlamagan, shularga ham qo'llanilsa deb so'rashdi. Bu ham o'ylayman, agar ruxsat berilsa yaxshi narsa bo'ladi. Foydali, manfaatli bo'ladi. Albatta bu bo'yicha biz ham taklif beramiz, chunki o'zimiz ham guvoh bo'lyapmiz. Juda ko'p hududlarda o'sha bank balansida turgan juda ko'p texnologiyalar bor, qimmat
hammasi albatta bu siz taklifingiz yana o'sha bildirilgan takliflar agar ishga tushirilsa albatta hamma uchun bir manfaatli foydali bo'ladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda o'zgarishlarni men doim aytib yuraman. Ikkita sohada juda katta o'zgarish men ko'raman. Birinchisi bank sohamiz. Misol uchun oldinlari xalqaro valyuta u jinoiy ish hisoblanilardi. Konvertatsiya masalasi eng og'riqli jihat bo'lgan. Hozirgi kunda xohlagan bankdan har qanaqa turdagi valyutada shot ochish mumkin, naqd olish mumkin, boshqa. Ikkinchi soha shu turizmga qilib qilingan va aeroportlarimiz bir chetdan mehmon kelsa, birinchi mavzusi shu aeroportdagi muammolar bo'lardi. Chiqib olishda, yuk olishda hozir ancha yaxshi tomonga o'zgarish bor. Hozir mana biznes ombudsman yaratilgan, tadbirkorlar shikoyatlarini 24 soat qachonki bo'lsa bemalol ochiqchasiga bildirishlari mumkin. Telegram guruh ham ochdimi yaqin. Shunaqa juda aynan oziq-ovqat sohasi bo'yicha eksportchilar uchun bundan ham nima deydi, eksportchi bo'lsangiz birinchi ochib turasiz. Nodir aka, biz ko'rsatuvimiz birinchi sonda an'ana boshladik-da. Baribir hamma ham o'zining tajribasini to'liq ravishda boshqalarga ulashavermaydi-da. Eksklyuziv bo'lsa suhbatimiz, 3 ta tavsiya bering tadbirkorlar uchun. Endi ish boshlayotgan yoki biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan. Endi 3 ta bera olamizmi? U narsa umumiyga o'tadimi yo'qmi bilmayman. Misol uchun men agar o'zim qayta yangi biznes boshlamoqchi bo'lsak, o'zim uchun yo'nalish sifatida tadbirkorlik faoliyatida birinchi masala hech qachon birinchi bo'lib katta hajmda boshlamaslik. Iloji boricha o'sha aytganimdek talabni o'rganib, talabdan kelib chiqib, keyin talabgir mahsulotni, talabi bor mahsulotni katta hajmda emas, kichkinaroq hajmda boshlash yangi sohada. Sababi har qanaqa yangi soha o'rganib olish uchun vaqt kerak. Unda ancha tajriba qilib ko'rish kerak. Nima deydi, eski o'zbeklarimiz aytgandek, ancha qovun pishig'ini ko'rish kerak. Bir necha qovun pishig'ini ko'rish kerak. Keyin o'sha soha haqida mukammal ma'lumot hech qachon bo'lmaydi. Nisbatan to'liqroq ma'lumot olgandan keyin o'sha hajmlashtirish to'g'ri deb bilaman. Har qanaqa ishlab chiqarishni mutaxassis yordamida loyihalashtirib bajarish. O'zbekistonda fuqarolarimiz tomonidan kichik bizneslar ochiladigani mutaxassissiz ko'pi tashkil qilinadi. Biza ham men ham doim aytaman, biza nima deydi? Amaliyotda o'rgangan mutaxassislarimiz. Jarayonda amaliyotda o'rgangan mutaxassislarimiz. Misol uchun sohani o'zini nima deydi, professional mutaxassis emasmiz. Baribir professional mutaxassis o'rni boshqa. Amaliyotda siz faqat boshingizdan o'tkazgan narsani bilasiz. Professional boshingizga tushishi mumkin bo'lgan narsani aytadi-da. Uchinchisi, u endi shaxsiy o'ziga bog'liq hamma insonni moddiy manfaat endi doim insonni nima deydi, undaydigan narsa, lekin men o'zim o'sha moddiy manfaatni birinchi o'ringa qo'yish kerak emas. Sotyapsanmi, oluvchini rozi qil, sotyapsanmi, xaridorni rozi qil. O'sha bu yo'g'am siz misol uchun xomashyo olayotgan odam ham, siz mahsulot sotayotgan odam ham, qo'lingizda ishlayotgan odam ham qachonki rozi bo'lsa, o'shanda hamma ish to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Bu balki biznes sohasiga to'g'ri kelmas, lekin insoniylik tomondan baribir u doim ishlaydigan nima deydi, formula desak bo'ladi. Baraka shundan bo'ladi. Shunaqa. Nodir aka, sizga rahmat. Qiziqarli suhbat uchun, ajoyib fikrlar uchun va vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sog' bo'linglar, rahmat kattakon. Yana shu oxirgi fikrimiz, meni aytgan fikrlarim bu korxona haqida, soha haqidagi aytgan ma'lumotlarimiz yo'q, qilgan ishlarimiz u bitta meni mehnatim emas. Misol uchun meni doim oldimda bo'lgan ukam, bu korxonaga ukamni mehnati mendan ko'p ketgan. Undan tashqari bizning xodimlarimiz bor, boshqa qarindosh urug' hamma mehnat qilganlar, ularning juda katta mehnati turibdi. O'sha bizning korxona hali sohani
yetakchisi sifatida bu sohaga nima deydi, qonun etadigan yoki shu umumiy formula qilib beradigan korxona emas. Bu o'zimizni amaliyotdan kelib chiqqan xulosalarimiz. Matematikada bo'lishi mumkin bitta qolipdagi formula. Lekin hayotda bitta qolipda formula bo'lmaydi. Kimgadir tushgan narsa kimgadir tushmaydi. O'shaning uchun to'g'ri qabul qilishadi degan umiddamiz. Rahmat, vaqtingizni ajratganingiz Sog' uchun bo'linglar. Nodir aka. Ikkinchi emas, 200-chi, 2000-chi sonlarni yetkazib yuringlar, Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat. Nodir aka. Sog' bo'linglar.